Assalomu alaykum. Cobalt tashlab ketishdi. Cobalt sosteniyasi yaxshi, lekin detallarni hammasini kraskalash kerak ekan. Probeg kam, lekin detallar hamma уже yuksa ham o'ziga kelmaydigan. Yuqoritib yuborishgan полностью. Patologiyacha yuqoritilgan. Hammasi tizib yuklar. Ish baloq bo'lmaydi. Bagajlarni ochamiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqalamiz. Ana kunday Cobaltda sideniyasini berib yubordik. Mana gilami musor уже bo'lmaydi. Orqasidagi gubkani ham o'zligi qo'yishani ham bo'ldi. Orqasidagi gubka ham sasib yotibdi. Umuman keltirib bo'lmaydigan sosteniyada. Umuman o'zim ham bu narsaga ishlatardim, lekin sasib yotibdi. Ishingizga omad, salomat bo'linglar.